Assalomu alaykum. Demak, masala yechishni boshlaymiz e'tibotdan. Xo'p, bugungi masalamiz single number nomli masala ekan. 260-masala arrayga oid masalalarga kiradi. Xo'p, masala sharti shundan iboratki, bizga nums degan array berilgan ekan. Unda elementlar 2 martadan takrorlanar ekan. Faqat ba'zi elementlar bir martadan takrorlanar ekan. Qolgan elementlar aniq 2 marta takrorlanar ekan. Biza o'sha bir marta takrorlangan elementlarni topishimiz kerak ekan va o'shani list ko'rinishida qaytarishimiz kerak ekan. Ya'ni bir marta takrorlangan elementlar bitta emas, bir nechta bo'lar ekan. Xo'p, buni qanday qilib yechamiz? Davay yechib ko'ramiz. Xo'p, boshladik. Birinchi yechishdan avval kompilatorda bitta yechib ko'ramiz. To'g'ri chiqadimi, yo'qmi, shuni aniqlab olish uchun. Xo'p, bizada list berilgan. Uni ichida int tipidagi elementlar bo'ladi. Nums degan list, masalan, mana shu listni o'zini olib qo'ysak, test qilib ko'rish uchun osonroq bo'ladi. Xo'p, endi logikamiz qanaqa bo'ladi? Men bunaqa qilmoqchiman. Map ko'rinishida bitta o'zgaruvchi ocha olib, ana shu mapda key sifatida mana bu elementlarni yozib chiqaman. Ya'ni keylari unikal bo'ladi. Shuning uchun har birini bir marta yozaman. Valuesiga bo'lsa, masalan, bir necha marta takrorlanganligini yozib qo'yaman. 2 necha marta takrorlanganini, o'sha 2 ni valuesi sifatida yozib qo'yaman. Shunday qilib map ko'rinishida olib olganimdan keyin o'sha mapda har bir elementini aylanib chiqaman va o'sha valuesi 1 ga teng bo'lganini o'zimni yangi bitta array ocha olib, o'sha listga qo'shib ketaman va o'sha listni qaytarib qo'yaman. Xo'p, demak bizga kerak bo'ladi list natijani olishimiz uchun bu ham int tipida result degan bitta list kerak bo'ladi. Bo'sh list bo'ladi boshida. Keyin endi esa map kerak bo'ladi bizga. Key ham int type'ida bo'ladi, valuesi ham int type'ida bo'ladi. Bunda takrorlanish degan frequency degan map ocha oldim. Endi nima qilamiz? For bilan nums ichini aylanib chiqamiz. For in dan foydalanaman. Number in nums, ya'ni ana shu nums ichidagi har bitta 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5 degan elementlarni har biriga kirib chiqadi bu. Endi esa agar frequency ni ichida mana shu number degan, ya'ni number degani bu nima edi? 1, 2, 1, 2 degan ana shu elementlar, ana shu number bo'lmasa, frequency ni keyida bo'lmasa, o'shanga 1 qilib qo'yadi. Agar bo'lsa, o'sha valuesini 1 ga oshirib qo'yadi. Mana shunaqa logika yozamiz. If frequency contains degani bormi degani, contains key bormi, number degan. Agar bu if ichi true bo'lsa, unda if ichiga kiradi va frequency ni hozir bu biza bor bo'lgan holatini ko'ryapmiz. Frequency ni ana shu number degan keyga frequency mana shuni yozishdan boshladik-ku. Frequency number mana shunga bir qiymat qo'shib qo'yadi. Bo'lsa-da, valuesi bo'lsa, shunaqa key mavjud bo'lsa, sonini bittaga oshirib qo'yadi. Masalan, 1 bormi, key sifatida bormi? Va ikkinchi 1 ga kelgan paytda yana 1 degan key qo'shmaydi. Ana shu 1 da ikkita 1 bor deb ketadi. Agar bo'lmasa, else bo'lsa, frequency number teng 1. Bu o'sha bo'lmasa, birinchi marta kelgan paytda o'sha 1 bo'ladi. Xo'p, bunda endi biz o'sha mapni ichiga mana bu elementlarni
kirgizib oldik. Endi shu yerda bitta mapni nima edi? Print qilib ko'rsak, qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Frequency ni print qilsak. Xo'p, shu yog'ini bitta print qilib ko'raylik, nima chiqyapti. Mana 1 2 ta bor ekan, 2 ham 2 ta ekan, 3 bitta ekan, 5 ham bitta ekan. Demak, bu to'g'ri hisoblayapti. Frequency'da shu biza erishmoqchi bo'lgan natijamizga erishdik. Mana shularni 1 2 ta bor to'g'ri, 2 ham 2 ta bor, u ham to'g'ri, 3 bitta bor to'g'ri, 5 ham bitta bor to'g'ri. Endi biza mana shu endi kirib chiqishimiz kerak. Frequency'ni har bitta elementiga kirib, mana bu 3 bilan 5 ni biza mana bu result degan listimizga qo'shib qo'yishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun for each degan metodidan foydalanamiz. Mapda frequency for each. Bu qanday holatda kiradi? Key value qabul qiladi. Key value isiga kiradi. Xo'p, key value degani har bitta mana bu mana bunga bitta kiradi. Buni key va valuesini o'qiydi. Bunga kiradi. Buni key va valuesini o'qiydi. Ana shuni har biriga shunday kirib chiqadi. Biz aytamiz if values, ya'ni mana bu 2, bu 2, mana bu 1, bu 1, mana shular values 1 ga teng bo'lsa, bizani result degan listimizga qo'shsin. Nimani qo'shsin? 1 ga teng bo'lganini mana keyni qo'shib qo'ysin. Keyni qo'shsin. Resultga add qilsin. Keydi. Va mana shundan keyin print qilib bitta result ham chiqarib olishimiz kerak. Resultda o'zi to'g'ri natija chiqyaptimi, yo'qmi? Mana bu tepadagi print o'chirib turaman. Xo'p, endi qanaqa natija chiqyapti? Ana ishlamayapti-ku. Refresh berar ekan, lekin o'chib ketdi. 3 bilan 5 chiqdi. Demak, to'g'ri ishlayapti. Bizdan so'ragan narsasi ham 3 bilan 5 ni topishimiz kerak edi. Buni ham tekshirib ko'raylik qani, o'zi to'g'ri ishlayaptimi? Mana bu listimizni qilamiz va tekshiramiz. -1 bilan 0 chiqyapti. -1 bilan 0 chiqishi kerak ekan. Xo'p, endi mana shu kodimizda mana bu printlarni o'chirib tashlab, sal buyoqqa keltiramiz. Biz mana shu yergacha kerak bo'ladi. Bu yoqqa olamiz. Xo'p, bu yoqqa tashlaymiz. Okay. Sal tushunarli bo'lishi uchun bu ishni qilyapman. Xo'p, mana bu. Xo'p, yaxshi. Endi mana shu yerda qaytarsin, return qilsin. Bizga resultni qaytarsin. Adashmasam to'g'ri ishlashi kerak. List int qaytish kerak. Funksiyamiz single number degan funksiyamiz nams qabul qilib list int qaytarish kerak. Resultimiz bizda list int tipi. To'g'ri. Endi run qilib ko'ramiz. Ana, nima xatolik chiqyapti? But return. Chiqarib qo'yibmiz shuni. Bu tepada bo'ladi. To'g'ri ishlash kerak endi. Xo'p, 3 ta testdan o'tdi, to'g'ri o'tdi. Endi submit qilamiz. Demak, ishladi. 100% 11 millisekundda ishladi. Xotiradan ham yaxshigina ishladi. 50%
ishlagan odamlarni 50%ni yutdi. Compile bo'lishi bo'yicha, RAM bo'lishi bo'yicha bo'lsa 100% to'g'ri ishlabmiz. Demak, bugungi yechmoqchi bo'lgan masalamiz mana shu edi. Agar savollar bo'lsa, kommentlarda so'raysizlar. Rahmat.